olaman, so'zlab olaman sizga beraman. Assalomu alaykum Namangan To'raqo'rg'on. Shahidonliklar kayfiyatingiz yaxshimi? Kayfiyatlar zo'r. Namaliklar bormisizlar? Ana kayfiyat, to'g'risini aytinglar. Ijobat opamni nima ish ko'rsatganlarini bildinglar, a? Nima qildilar? Yo'q, damas emas. Avvalambor uy oldilar, uydan damas oldilar. Ana, uylari rizqli keldi. Qo'shib avtomobillar. Kim havas qildi? Qo'linglarni ko'taringlar. Hamma havas qildi. Ruxsat bersanglar, havas qilganlar bir qarshi chorasizlar Ijobatxon opamizni suhbatga chorlaymiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, xush kelibsizlar. Shu vaqt bo'ling. 20 ta odam ichida sizga shu Damas plus Damas nasib etdi-da. O'sha yerda hayajonlar qanday bo'ldi? Hayajon juda ham katta bo'ldi. Kuchli bo'ldi. O'zimni boshqa dunyoda tasavvur qildim. Assalomu alaykum. Xo'p, azizlar, Orzu City loyihasi eng zo'r, eng boqava, eng go'zal tabiatni ichida joylashgan bir katta loyiha va muhimi hali bizning 54 ta Damas avtomobili bor. Orzu City xonadonlardan xonadon xarid qilganlarga bu mashinadan tashqari hammaga kafolatli podarkalarimiz bor. Ya'ni mana o'zlari gapirsalar, men gapirsam boshqacha bo'ladi. Nima sovg'alar sizni uy kirdingizga berildi? Gapiring. Yangi xonadonlarga kir mashinasi, Kir yuvish mashinasi, xolodilnik, muzlatgich kerakmi? Tekinga, ha. konditsioner kerakmi? Issiqda kerak. pech, Pech, sovg'atish. uy ham kerak oshxonamizda. Kuxni mebellarimiz qarang, qanaqa gaz plitasi, bitta qaysi chop qo'yinglar Orzu City. Haqiqatda insonlarning orzusini ro'yobga chiqaradigan makon va maskan. Orzu Cityda bu damaslar uchun hech qanaqa to'lov qilmadim. Faqat rostdan, bu haqiqat ekan. O'zim ham ishongim kelmadi oldiniga. Hozir ham ishonmayapsiz shekilli. Yo, bugun borib rasmiylashtirib berishdi. Faqat imzo qo'yasiz, xolos deyishdi. Imzo qo'yib berib keldim. Borasiz, vaqtingiz yetkazib shunday imzo chekib bersangiz bo'ldi. Va albatta mana hammaning guvohligida Xonnazarova va Ijobatxon opamiz nomlariga rasmiylashtirilgan avtomobillar hujjati Damas plus Damas avtomobilimiz ko'ryapsizlar. Bitta qazi chop qo'yinglar, hujjatini topshiramiz. Damas plus Damas Orzu Citydan. Ana endi ayzlar ortimizda alohida Orzu Citydan ajratilgan ikkita avtomobil. Damas avtomobillar kalitini birin-ketin topshiramiz. Qani marhamat, qarsiylar bilan qo'llab turasizlar Orzu Citydan. Avtomobil taqdim etilyapti. Muborak bo'lsin. Tabriklar, balandroq ko'taring. Ovozingizni